Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz va Ustoybekni kuzatib yurgan do'stlar. Xo'p, UPSimiz 24 volt 2 kilovatlik batafsil ma'lumotlar, narxlari hamma ma'lumot beraman. 24 volt 2 kilovatlik 2 kilovatlik apagrevator ulab qo'yganmiz do'stlar. Tarmoqdan ochiq. Mana tarmoqdan ochiq. Ikkita akkumulyator 100 talikdan ikkita akkumulyator ulangan, bemalol ishlataveradi do'stlar mana. Haqiqiy 2 kilovatlik. Qolgan UPSlar bilan nima farqi bor deydigan bo'lsalaring, mana shunaqa apagrevator olasizlar, suqib ko'rasizlar, keyin bilasizlar. Xullas buni to'kka ulasizda, mana shunaqa vilkasi bor, to'kka tiqib qo'yasiz. Mana. To'kka ulasiz, akkumulyatorga ulasiz, bo'ldi. O'zi avtomatik ishlayveradi. Svet borligiga svetni, svet o'chganda akkumulyatordan чистый sinus chiqarib beradi do'stlar. Ishlayveradi. Svet o'chishi bilan sirazi mana ishlayveradi. Zamikayna bo'lsa boshqa o'zi avtomatik tashlaydi. Masalan, hozir 2 kilovatlik buni yana qo'shimcha narsalar ulab olsangiz, chiyillab o'chirib qo'yaman. O'chirib qo'ying. Samanga qo'shimcha nagruzka ulab olyapsan deb o'chirib qo'yaveradi mana. Mana tashlab yuboradi. Ko'rdinglarmi? Orqa nagruzka ulasan ham o'chirib qo'yaman. 2 kilovatga yana 300 vatlik narsa qo'shib qo'yapman. Ko'ryapsizlarmi? Mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, hop. 21.9 volt 219 volt standart. Напряжение ham tushib ketib qo'yapti, ko'ryapsizlarmi? 2189 watt ko'tarib ishlayapti, ko'ryapsizlarmi? Mana tarmoqdan ochiq. Endi buni to'kilib biz akkumulyatorda qonni to'ysa o'chiradi. Qonni och qolsa unda ham o'chiradi. Ya'ni ko'p hollarda svet pasayib ketib qolsa, svet nima deydi, yonmay qoladigan bo'lsa, akkumulyator polностью boshqa UPSlar yeydi. Bu esa akkumulyatorning unvini tushadigan bo'lsa o'chiradi, to'lsa ham o'chiradi, keyin rejim хранениясini ham ushlab turadi, akkumulyatorni qaynatmaydi, o'ldirmaydi do'stlar. Moshni UPS. Ventilyatsiya tizimlari qachon ishlaydi? Ventilyatsiya tizimi qiziganda ishlaydi, bo'lmasa ishlamaydi. Sovisa yana avtomatik o'chadi. Rasxod qilib akkumulyatorni to'kini ketkizib turmaydi. Qachonki qiziydi, qiziganda o'zini gradus chiqqanda cooler tizimi ishga tushadi, sovigandan keyin yana o'chadi. Tarmoqdan o'chiq, hali ham mana ventilyator ishlagani yo'q do'stlar. Moshni aytilgan kilovatlar do'stlar, oldida hamma rasxodda aytib turadi. Batareya 22.2 volt, chiqish 220, 1955 watt do'stlar mana. Hali ham ventilyatorimiz ishga tushgani yo'q. Endi ishladi mana. Qiziganda ishlaydi, so'sa yana avtomatik joyiga qaytadi. Polniy nagruzka bilan tekshiryapti do'stlar. To'kka tiqib qo'ysangiz avtomatik tarmoq qo'yadi. Tarmoq to'kini bir xil olib beradi. Akkumulyator chiqqan stabilni ishlaydi do'stlar. 3 yil garantiyasi bor. UPS'da o'zi 2025 11-23 degan narxi 5 million so'm. Akkumulyator ikkita olib qo'yib olasiz. Akkumulyatorlar minimum 100 talikdan ikkita. Buni hozir ustini ochib qo'ygan sababi do'stlar, ichida ko'pchilik ko'rsatyapman, ichida kачествосini, mощностini ochib sizlarga ko'rsatyapman. Korpusi bo'ladi, korpus yopiq holatda beriladi. Ko'pchilik ochiq holatda berasizmi deyishgandan keyin yopiq holatda beriladi do'stlar. 3 yil garantiyasi bor. Sifatiga, kачествосiga qiziqgan do'stlarimiz Telegram orqali murojaat qilishaveradi. Kanalimiz bor, Ustoybek UPS Inverter Telegram kanalimiz o'rnatilgan. O'shda hamma ma'lumotlar bor do'stlar mana. Pechkani qizdirishini qarang. Xullas bunaqa pechkani ulasangiz uzoqqa bormay akkumulyator to'kini yeydi. Katyol tizimlariga, boshqalariga 5 soatdan 8 soatgacha, 16 soat ketaveradi. Akkumulyator qancha katta qo'ysa, shuncha vaqt ushlaveradi. UPS ga farqi yo'q. Bitta lampochka olsangiz, bitta lampochkaning kuchini polniy nagruzka ishlaydi, polniy nagruzka kuchini tortib beradi. Bitta lampochkaning kuchini tortib chiqaradi. Rasxod qilib turmaydi do'stlar, ekonomik ishlaydi. Sizlar bilan Ustoybek bo'ldi. Hozircha xayr demaymiz. Kanalimizga obuna bo'lib bo'lish esdan chiqmasin. Qizil tugmachani bosinglar. Ustoybek Telegram kanalimda hamma ma'lumotlar, narxlari, hamma ma'lumotlar bor do'stlar.